nasiyaga savdo qilinmaydi yozib berib oshxonaga. Endi men o'qib turib yana qayta o'qidim. Endi so'radim. Tushunmadim bu yozuvni. Nasiyaga savdo qilamiz deb buyursin, desam, mana dedim. Nasiyaga odam shashlik yeyapmi desam, qora ekan. Bilasizlar, oshxonalarda yegandan keyin qancha bo'ldi deydi, to'g'rimi? Yeydi, bilmaymiz deydi shunga. Yozib qo'yib berasiz, olasiz, beramiz. O'g'il bolalarmiz, mana shu o'g'il bolalar deydi. Ko'ryapsizmi? Ha, bugun jumada ham aytdim. Nasiyaga shashlik yeb, osh yeb, o'sha yerda tabak yeguncha piyozni arch, bo'rkani ol, tuzni ol, teg'iz o'shanga yeganmiz shularni oldi. Dalada qo'y boqib, shunaqa qilardi. Uydan kartoshka olib kelib, o't yoqib pishirib yerdi. Tuz piyozni botirib bo'rka bilan yerdi. Mana shu ko'chada birovga gap bermaydigan, karillab yurgan, bur tepsiz qulog'ini 50 sent tushmaydigan